Dünyani qaplagan lider Uyg'ur ayollari. Abdori Sahar. Men yaqinda 15 davlat 33 shahardagi lider Uyg'ur ayollari degan temada maqola e'lon qilib, bir ovoz, bir qadam kunligi ostida dunyodagi markaziy shaharlarda rasm ko'rgazmasi o'tkazib, natsist Germaniyasi yo'lga qo'ygan jazo lagerlari qaytib keldi deb dunyoga cho'qan salgan lider Uyg'ur ayollarga madiya o'qigan edim. 2016 yildan buyon dunyo miqyosida elib berilgan murojaatnomalarga qo'l qo'yish, parlament a'zolariga xat yozish, guvohlik berish, dunyoviy yurishlar, Metu Uyg'ur harakati, o'zi turayotgan davlatlarda leksiya so'zlash faoliyatlari, Uyg'ur madaniyatini tonishtirish qatorliqlarda dunyoning har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'ur ayollari oldingi qatorda turib, Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan zulmni dunyoga anglitishda liderlik qilib kelyotidi. Bugun men bu maqolam orqali xuddi ko'l ustida echilgan Nilofar gulidak dunyoga taralgan Xitoy zulmini anglitishga liderlik qilayotgan Uyg'ur ayollarga yana bir qitim madiya o'qish uchun qo'limga qalam oldim. Ey lider Uyg'ur ayollari, bu dunyo haqsizlik bilan to'lgan dunyo, zulm bilan to'lgan dunyo. Uyg'ur xalqi chumpartisini qayravatgan haqsizlik va zulm bilan qarshilashgan vaqtida vatansizlik, ota-ona, urug' tuqqanlardan majburiy ayrilib qilishga duch kelgan vaqtida, chorsizlik ichida qo'llari nima qilishni bilolmay titrab turgan chog'larda sizlar bu millatning chet ellardagi umid nuri bo'lib parladinglar. Xuddi zolim Fir'avnning zulmi har yerni zavollikqa mahkum qilgan bo'lsa-mu, ammo bir onaning ranidan bir Musa paydo bo'lgandek. Xuddi zolim Fir'avnning tushigida Allah bu zolimning taxtini beshiga g'ulat deb duo qiladigan Osiya bo'lgandek. Xuddi zolim Fir'avn yangi tug'ilgan barliq bovoqlarni qatl qilish buyrug'i berganiga qaramay, Nil daryosidan eqib kelgan sanduqdagi bir bovoqning zolimning qo'li bilan o'sib yetilganidek va bu saltanatni gumron qilganidek. Qorong'u o'rmonlikqa qapsilib qolgan millatini yo'riqlikqa chiqarish uchun yuragini sug'urib elib o'rmonlikni yo'ritgan Dankodek. Yer yuzini Namruddek zolimlar qaplab ketgan taqdirdimi, hamon bir Ibrohimlarning mavjud bo'lganidek. Umayya o'g'illari, Abu Jahillar, Abu Lahab qatorliq haq adolat dushmanlari qaplab ketgan taqdirdimi, bir yerlarda Abdumutallibning o'g'li parlagandek. Qarindoshlar tarafidan quduq ostiga tashlab etilgan Yusuf alayhissalomni qutuldirdigan bir qulning chiqqaniga o'xshash. Sizlar ko'ngillarga tasalli bo'ldinglar. Umid bo'stonliqlarimizning cho'llishib qolmasligi, umid chiroqlarimizning o'chib qolmasligi uchun qo'linglardan kelganini qildinglar. Zulm qancha ig'ir bo'lsinki, umidsizlik bo'lmasin. Umidsizlik bir jahannamdir. Sizlardek umid nurlari, lider ayollar
dunyoda mavjud bo'ladi ekan. Ümidsizliklar umidga aylanadiganligiga ishonchim komil. Dunyoda o'z millatining umidi bo'lmoqdanmi ortiq lazzat bo'lmasi kerak. Buyuk okeanusga joylashgan Avstraliyaning Sidney, Adelaide, Germaniyaning München shahridan toki Shimoliy Amerika qit'asidagi Washington, Toronto va Yevropaga so'zilgan 4 qit'ada Uyg'ur maktablarini ochayotgan, Uyg'ur madaniyatini tunishtirayotgan, namoyishlarda oldingi safda mengayotgan, zulmning tamg'isi bo'lgan rasm ko'rgazmalarini, leksiyalarni o'rinlashtirayotgan ey suyimlik Uyg'ur ayollari. Sizlarning bu aktiv faoliyatinglar xuddi inqilobdagi oldingi saf frontiga o'xshaydi. Ana Germaniyaning München shahridagi Mehribon onalar gruppasi loyilagan va tashkillagan Uyg'ur kiyim-kechak modellari juloliq atlaslarimizdan tikilgan to'n, ko'ynak va har xil Uyg'ur do'ppillarini kiyishib, mag'rur qadamlar bilan sahnada namoyon bo'ldi. Bu Xitoyga qarta. Ey Xitoy, sen bundoq bir go'zal kiyim-kechak madaniyati bor bir millatni yo'qotolmaysan, degan jang e'lonidan iborat edi. Uyg'ur xalqining etliq dasturxonlarining ko'riki bo'lgan sangzillarimiz Adelaide shahridagi qo'li chivar Uyg'ur xonimlar tarafidan shahardagi asosliq o'rinlarda naq maydonda ishlanib, naq maydonda pishirilib, Avstraliya xalqiga tunishtirilmoqda. Sidney shahrini larzaga solgan Shohnozalar naqshisi buningga tankash nafs Uyg'ur usuli, qator selingan yekandozlar, samovarlar, bo'shklar. Ey dunyoning 4 qit'asida Uyg'ur millatining mavjudligini saqlab qolishga liderlik qilayotgan Uyg'ur ayollari. Sizlar Xitoy axlat deb tashlayotgan har bir bizga oid narsalarni ko'z qarchug'inglarda qadrlab, o'zinglar turayotgan davlatlarda julalantiryapsizlar. Ayollarning ichki dunyosi xuddi dengizdek cho'nqur. Uningga ko'z yoshlarmi, vatan so'ygusimi, muhabbat va nafratmi petib ketadi. Sizlar bu cho'nqur ichki dunyoringlar bilan vatan uchun inqilob qilyapsizlar. Muvaffaqiyat qozongan kishilar kuchini sirtqi dunyodan emas, balki ichki dunyosidan oladi va tavlaydi. Sizlar tavlanyapsizlar. Sizlar xuddi issiq balvoq bo'ron chopqinlar tavlagan dunyodagi eng kuchli palmiya darxiga o'xshash tavlanyapsizlar. Sizlar chet ellarda vatanni va millatni qutqizishda navbatda turyapsizlar. Sizlarning ruhinglarga, sizlarning vijdoninglarga, sizlarning irodanglarga, sizlarning vatanni hammaning oldiga qo'ydigan axloqinglarga ofirin. Undaqda ayollar lider bo'la olamdi? Albatta. Bundaq bir savolning so'ralishimi mantiqiga toza uyg'un emas. Ammo liderlikni aql, iqtidor, farosat bilan emas, jinsiyat bilan o'lchaydigan. Ayollar basqan
har bir xayrli qadamga bir patva pichib kishallab qo'yishga tirishadigan kishilarmi yo'q emas. Tarixga nazar solgan vaqtimizda boshqa sohalarni qo'yib turgandimi, islom dinida o'tgan payg'ambarlar qissalarida tilga ilingan ko'plagan lider ayollarni, qo'mondonlarni uchirta olamiz. Masalan, Hazreti Aysha onamiz. Hazreti Aysha onamiz Muhammad payg'ambarimiz o'lib ketgandan keyin yuz bergan Jamal ishki urushiga qo'mondonlik qilgan bo'lib, nurg'unlagan sahobalar uningga ergashgan va uning qo'mondonligida urush holatiga o'tgan edi. Agar bu urushda Hazreti Aysha onamiz yengan bo'lsa edi, ayni davrning xalifasi Hazreti Aysha onamiz bo'lgan bo'ladi. Bundan 1400 yil ilgirki bu urushni hozirgi urushlarga selishtirgan vaqtimizda Amerika Iroq urushiga barobar bo'lishi mumkin. Saba malikasi Balqiz. Balqiz Sulaymon payg'ambarimiz davridagi Saba xalqining podshohi edi. Sulaymon payg'ambarimiz uningga "Sen ayol kishi bo'lganliging uchun podsho bo'lolmaysan. Ya'ni xalqingning qo'mondoni bo'lolmaysan" demidi. Balki o'zining Allohning elchisi va shu davrning qudrat sahibi ekanligini isbotlaydigan dalillar orqali, ya'ni Balqizning ordisini shamolning yordamida o'z ordisiga yo'tkab kelib, Balqizni o'z ordisini to'nib olish sharti bilan taslim qilgan edi. O'zbekistondan toki Hindistonga hukmronlik qilgan Babur Shohning orqasidami, Babur Shohning aqliga aql qatadigan qo'mondon onasi Gulnigar oyim bor edi. Dunyoning kelib ketish tarixida o'zining qimmatli badallar bilan dunyo tarixining har qaysi davrlarga muhr bosgan ayol liderlar intayin nurg'un. Bir millatning qudrati nopusning ko'pligi bilan emas, balki aqlliq va fazilatli kishilarning soyasida maydonga chiqadi deydi Viktor Hugo. Ey Uyg'ur xalqining chet ellardagi vakillari, obrazi Uyg'ur davosining cho'qonlarga liderlik qilayotgan Uyg'ur ayollari, sizlar vatanning qudratisizlar. Sizlarning vatan uchun ko'rsatayotgan tirishchanliginglarning Allah'ni ta'sirlantirdiganligiga ishonchim komil. Tugidi. 2019 yil 18 aprel